Salohning kelajagi borasidagi noaniqlik sabab klub yana braziliyalik futbolchi variantini qayta ko'rib chiqmoqda. Liverpool Madridning Real jamoasi hujumchisi Rodrigoga bo'lgan qiziqishini yana qayta tikladi. Nashri ma'lumotiga ko'ra, Merseyside klubi Muhammad Salohning kelajagi borasidagi noaniqlik sabab yana braziliyalik futbolchi variantiga murojaat qilmoqda. Qizillar Rodrigo uchun 50-60 million yevro to'lashga tayyor. Ushbu mavsumda Rodrigo Real safida 21 ta uchrashuvda maydonga tushib, 2 ta gol urdi va 4 ta golli uzatmani amalga oshirgan. Ma'lumot uchun, Rodrigoning madridliklar bilan shartnomasi 2028-yilgacha amal qiladi. Ushbu mavsumda u Real safida barcha musobaqalar doirasida 21 o'yinda maydonga tushib, 2 gol urdi va yana shuncha assist qayd etdi.